بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا وبعد الله سبحانه وتعالى yordam so'ragan holatda Riyaz Solihin degan kitobimizdan darsimizni davom ettiramiz. Musannif rahmatullohi alayh boblarda ham keltirishligi haqiqatda mashalloh ajib qilib keltiryapti. Birinchi nimani zikr qildi? Ixlosni. Undan keyin tavbani, undan keyin sabrni, undan keyin sodiqlik, undan keyin muroqaba, endi taqvoni zikr qilyapti. Taqvo nima degani? Taqvo degani o'zi aslida arab tilida taqvo saqlanishlik kalimasidan olingan. Ya'ni inson o'zini Allohning azobidan saqlashlikdir. Alloh subhanahu va taoloning azobidan saqlaydigan narsa Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini qilishlik va qaytariqlaridan chetlanishlik. فإن هذا هو الذي يقي من عذاب الله. Mana shu narsa insonni Alloh subhanahu va taoloning azobidan qutqaradi. Ya'ni Allohning buyurgan narsalarini qilishligingiz va qaytargan narsalardan qaytishligingiz. Bilingki, taqvo gohida yaxshilik bilan barobar keladi. Oyatda va ta'awanu 'alal birri vat taqvo degan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ta'avan bir-birlaringizga yaxshilik va taqvoda yordam beringlar degan. Bunda taqvo ma'siyatdan chetlanishlik bo'ladi, yaxshilik Alloh taoloning buyruqlarini qilishlik bo'ladi. Gohida taqvoni o'zi zikr qilinadi. Fa idza qurinat bil bir, agar yaxshilik bilan birga keladigan bo'lsa, yaxshilik buyruqlarini qilishlik, taqvo ma'siyatlarni tark qilishlik. Gohida taqvo kalimasi o'zi kelib turib yaxshiliklarni qilishlik va yomonliklardan qaytishlikni ham o'z ichiga oladi. وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن الجنة أعدت للمتقين. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda juda ham ko'p o'rinlarda jannatni muttaqillar uchun yaratib qo'yganligini zikr qilgan. Taqvo ahli ular jannat ahlidir. Ja'alanallohu minhum. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham o'shalardan qilsin. Allohumma amin. ولذلك يجب على الإنسان, shuning uchun insondan Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilmoqligi, Alloh buyurgan narsalarni Allohdan savob umidida, iqobidan qutulishlik maqsadida qilmoqligi lozim bo'ladi. So'ng musannif bir nechta oyatlarni zikr qiladi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, Ali Imron surasining 102-oyatida: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih." Ey Allohga iymon keltirganlar, Alloh subhanahu va taolodan haqiqiy taqvo qilinglar. Fattaqulloha mastata'tum. Alloh taolodan qodir bo'lganlaringizcha taqvo qilinglar. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va qulu qawlan sadida. Ey Allohga iymon keltirganlar, Allohdan taqvo qilinglar va rost so'zlarni so'zlanglar. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kimki Alloh subhanahu va taolodan taqvo qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo unga jamiki mashaqqatlardan chiqadigan o'rin beradi. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Va o'zi kutmagan, o'ylamagan tarafidan rizqni berib qo'yadi. Mana bu oyat juda ham ko'p darslarda zikr qiladigan oyatlardan. O'zi aslida insonning hayotidagi eng katta motivatsiyada bu. Psixologga borishlik shart emas. Rosa siqilib bo'lsangiz, shu Taloq surasining 2-3-oyatini o'qib olishingiz kerak bo'ladi. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya'ni inson dunyoda biz aytdikki, ikkita holatdan xoli bo'lmaydi. Imma fil roha va imma fil musiba. Yo rohatda bo'ladi yoki musibatda bo'ladi. Xo'p, endi musibatga tushgan paytingizda sizga yechim kerak bo'ladi. Yechim bu faqatgina Alloh subhanahu va taologa bog'lanishlik bilan bo'ladi. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Alloh subhanahu va taolodan taqvo qiladigan bo'lsa, Alloh taolo unga o'sha mashaqqat o'rinlaridan chiqadigan eshikni beradi, mahrajni beradi. Endi qarang, orqasida nima deyapti? Va yarzuqu min haythu la yahtasib. O'zi kutmagan, o'ylamagan tarafidan rizqni berib qo'yadi. Bu bir-biriga juda ham ajib bog'liq bu oyatlar bo'ladi. Insonni ma'siyatga tushishligiga eng katta sabablardan bittasi, mashaqqatga tushishligiga eng katta sabablardan bittasi nima? Rizqi. Rizqini topaman deb turib ba'zan harom ish qiladi. Rizqini topaman deb turib ba'zan mashaqqatli ishlarni qiladi. Aytayaptiki, kimki Alloh subhanahu va taolodan taqvo qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo unga o'sha rizqini o'zi o'ylamagan, kutmagan tarafidan berib qo'yadi. In tattaqulloha yaj'al lakum furqana. Agar Alloh subhanahu va taolodan taqvo qiladigan bo'lsalaringiz, Alloh taolo sizlarga oq bilan qorani ajratadigan
yechim furqon beradi. Va yukaffiru ankum sayyiatikum. Va sizlardan yomonliklaringizni, gunohlaringizni kechirib, gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh subhanahu va taolo ulug' fazl sohibidir. Ya'ni Qur'oni Karimda taqvoga dalolat qiladigan oyatlar juda ham ko'p. Musannif ba'zilarini zikr qildi. Xosatan in tattaqulloha yaj'al lakum furqana va yukaffir ankum sayyi'atikum va yaghfir lakum vallohu zul fadlil azim. Mana bu oyatda agar Alloh taolodan taqvo qiladigan bo'lsalaringiz, Alloh subhanahu va taolo sizga furqon beradi va sayyiatlaringizni va gunohlaringizni kechiradi. Alloh subhanahu va taolo ulug' fazl sohibidir. Mana bu o'rinda Ibn Sayyid rahmatullohi alayhi sharhda aytadiki, bunda 3 ta juda ham katta foyda bor dedi. 3 ta juda ham katta foyda bor bu oyatda dedi. Birinchidan Alloh subhanahu va taolo furqon berishligi. Ya'ni bugungi kunda inson modomiki hayotda yashar ekan, bu 3 ta narsa muhim ekan insonga. Birinchisi oq bilan qorani ajratib olishligingiz. Yaxshi bilan yomonni ajratib olishligingiz. Foydali va foydasiz narsani ajratib olishligingiz. Buni yagona kaliti faqat universitetlarda o'qishlik bilan bo'lmaydi ekan. Buni yagona kaliti Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlik bilan bo'lar ekan. Shuncha oliy ma'lumotli kishilar bor, ziyolilar bor, lekin oq bilan qorani ajratishni bilmaydi. Ya'ni shariat belgilab bergan oq bilan qorani ajratishni bilmaydi. Hop, mana bu o'rinda birinchi foyda, kimki Alloh subhanahu va taolodan taqvo qiladigan bo'lsa, Alloh taolo unga dunyoda oq bilan qorani, yaxshi bilan yomonni, foydali bilan zararlini ajratib berishlik xususiyatini beradi. Bu insonlarga ommatan va bu yerda talab ilmlarga xossatan. Agar talab ilm yaxshi bir olim bo'lishlikni iroda qiladigan bo'lsa, Alloh taolodan taqvo qilmoqligi lozim bo'ladi. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi juda ham ajib bayti bor, 2 qatorlik. Shakawtu ila waqi'a su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-'ilma nurun wa nurullohi la yu'taha 'asi. Waqi'a ibn Jarrohga zehnimni zaifligidan shikoyat qildim. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi bitta o'qiganda yodlab olganda, keyin 2 ta o'qiydiganda yodlashga tushganda zehnim pasayib qoldi deb bir Waqi'a ibn Jarrohga shikoyat qilgan. Shunda aytdiki, ma'siyatlarni tark qilgin dedi. Chunki ilm Alloh subhanahu va taoloning nuridir, uni osiyga bermaydi. Demak, birinchi o'rinda talab ilm yaxshi bir olim bo'lishni iroda qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlik kerak bo'lar ekan. Ikkinchisi, taqvo bu gunohlarning mag'firat bo'lishligini, kichik gunohlarning kafforat bo'lishligini sababidir. Uchinchisi, Alloh subhanahu va taolo uni tavbasini qabul qilishligini sababi Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilmoqligi. Riyozul Solihindagi 69-hadis, taqvo bobidagi 1-hadis. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qal, qila ya Rasululloh, man akramun nas? Qala atqahum. فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قال ليس عن هذا نسألك قال فعن معادين العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه. Bu hadis Buxoriy Muslim rivoyati. Hadisda sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdilarki, ey Allohning rasuli, insonlarni nazdida, insonlarning ichida Alloh subhanahu va taologa eng hurmatlisi qaysidir? Alloh subhanahu va taoloning nazdida hurmati balanti kimlar deganda, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam taqvodorlaridir. Alloh taolo Qur'oni Karimda Hujurat surasining 13-oyatida aytadiki, inna akramakum indallohi atqakum. Sizlarni Allohning huzurida hurmatlari bori taqvodoridir. Manzilati balanti taqvodoridir. Shunda sahobalar aytdiki, ya Rasululloh, yo'q, bu haqda so'ramayapmiz dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, nasab jihatidan bo'ladigan bo'lsa, Ibrohim alayhissalomning o'g'li Ismoil alayhissalomning o'g'li Yaqub alayhissalomning o'g'li Yusuf alayhissalom. Ya'ni Yusuf alayhissalom qarab ketsak 4 ta payg'ambar. Yusuf alayhissalom payg'ambar, otalari Yaqub alayhissalom payg'ambar, otalari Ishaq va Ibrohim alayhissalom. Mana bu nasab jihatidan eng hurmatlisi Yusuf alayhissalom deganda sahobalar aytdiki, "Ya Rasululloh, buni so'ramayapmiz" dedi. Nimani so'rayapsizlar? Agar sizlar arablarni
ma'dan ya'ni kelib chiqishidan haqida gapiradigan bo'lsalaringiz, johiliyatda kim yaxshi bo'ladigan bo'lsa, islomga kirib islomni tushungan kishi ana shu yaxshidir. Bobimizga taalluqli bo'lgan narsa nima? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga birinchi aytilgan paytda insonlarning ichida Alloh subhanahu va taologa eng hurmati, manzilasi, Allohning huzurida darajasi baland kim deydi? Taqvodorlar dedi. Xo'p, bugungi kunimizda insonlarning nazdida eng hurmatlisi kimlar? Immo boylar yoki mashhur bo'lgan kimsalar. Haqiqatda Alloh subhanahu va taoloning rahmatini mana shu o'rinda ham ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni hozir misol o'tgan kuni bir joyda bir suhbatda o'tirganimizda aytayaptiki, bir qayerdagi yo'q bir fasod narsalarni olib chiqayotgan kimsalar YouTube'ga qaraydigan bo'lsangiz, ashuncha obunalari bor, kuzatuvchilari bor. Mana aytganimizdek o'tgan safargi darsda Cristiano Ronaldoni umumiy jamlayapti. YouTube bor, Instagram bor, 1 milliard odam kuzatadi. Boring uni misol uchun takror deydigan bo'lsangiz ham 1 million odam kuzatsa nima? 1 milliard odam kuzatadi deyapti. Nimaga esa mana shu inson odamlarning nazdida hurmati bor, ehtiromi bor. Alhamdulillah Alloh subhanahu va taoloning fazli rahmatidanki insonlarning qarashligini Alloh subhanahu va taoloning qarashligida mezon qilib qo'ymadi. Ya'ni qachoniki insonlar maqtasa keyin Alloh subhanahu va taoloning huzurida hurmatli bo'ladigan bo'lsa, bu adolatsizlik bo'lar. Alloh subhanahu va taoloning huzurida agar siz hurmatli bo'lishni iroda qiladigan bo'lsangiz, taqvodor bo'lmoqligingiz lozim bo'ladi. Qarang, Allohning huzurida taqvodor bo'lishlik oson. Sizni hech kim tanimasa ham, odamlar nazdida eng past odam bo'lsangiz ham, odamlar nazdida sizga diqqat qilinmaydigan, e'tibor berilmaydigan odam bo'lsangiz ham, lekin siz Alloh subhanahu va taologa ibodatni qilib, buyurgan narsalarini qilib, qaytargan narsalardan qaytib yuradigan bo'lsangiz, Allohning nazdida haqiqatda hurmatdagi zot bo'lasiz. Zotan insondan talab qilingan va maqsad qilgan narsasi aslida shu emas. Shunda sahobalar aytdiki, "Ya Allohning rasuli bu haqda so'ramayapmiz" deganda, ha, nasl nasab bo'ladigan bo'lsa, u holatda Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrohim dedi. Yo'q, bundan ham so'ramayapmiz deganda, ya'ni insonlarni o'sha asllaridan kelib chiqib, nasl nasablaridan kelib chiqib so'rayapmiz deganda, kimki johiliyat paytida yaxshi bo'ladigan bo'lsa, islomga kirgandan keyin ham islomni tushunadigan bo'lsa, mana shular yaxshidir. Ya'ni bundan misol uchun ba'zi bir insonlar bo'ladiki, hali islomga kirmasdan turib ham unda bir chiroyli sifatlar, chiroyli xulqlar bo'ladi. Ba'zi bir insonlarni qaraydigan bo'lsangiz, haqiqatda misol aqli hushi joyida, insonlar bilan muomala qiladiganda islomiy bir odoblar bilan muomala qiladi, lekin o'zi musulmon bo'lmasligi mumkin. Endi ana shu inson islomga kirib qoladigan bo'lsa, o'sha inson islomni tushunadigan bo'lsa, insonlarning ichida afzallaridan, hurmatlilaridan bittasi bo'ladi deb aytdilar. Allohu a'lam. Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Inna ad-dunya hulwun khadira va inna Alloha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun. Fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisaa fa inna awwala fitnati bani Isroil kanat fi an-nisaa." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, dunyo hulvun hadira, shirin va ko'zga tashlangan paytda ko'zni xursand qiladigandir. Ya'ni nafs xohlaydigan, ko'z xursand bo'ladigan narsalardandir. Fa innalloha mustakhlifukum. Alloh subhanahu va taolo sizlarni yer yuziga xalifa qildi. Sizlarni qaysi birlaringiz yaxshiroq amal qilishlik uchun. Fattaqud dunya dedi. Dunyodan ehtiyot bo'linglar. Dunyodan ehtiyot bo'linglar. Nimaga? Chunki bu dunyo sizlarni Alloh subhanahu va taolodan to'sib qo'yadi. Dunyodan ehtiyot bo'linglar. Chunki dunyo sizlarni jannatdan to'sib qo'yadi. Dunyodan ehtiyot bo'linglar. Chunki dunyo sizlarni shaytonga ergashliklaringizga sabab bo'ladi. Endi voqelikni qaraydigan bo'lsak, Hasan al-Basri rahmatullohi alayhi aytganlaridek, dunyo bilan oxirat shunday bir narsaki, qaysi biriga yaqinlashsang, albatta ikkinchisidan uzoqlashasan dedi. Hozir xossatan shu darajada bir holatga keldikki, haqiqatda bir achinarli holat musulmonlarda holati bo'lsin, muslimalarda holati bo'lsin, juda ham achinarli holat.
Ya'ni bir inson dunyo matohini topishlik uchun mana bu TikTok'larga chiqib olib turib, birovlar tarafidan topshirilgan ba'zi bir jirkanch vazifalarni ham qilishlikka tayyor bo'lyapti. Mana bu dunyoga erishishlik uchun. Yoki dunyoga erishishlik uchun musulmon kishi musulmonni otib ketyapti. Dunyoga erishishlik uchun inson o'zini eng yaqinlaridan, ota-onasidan, farzandlaridan kechib qo'yyapti. Xo'p, mana shu dunyoga erishishlik uchun kechib qo'yishlikni yaxshilab tushunib olishligimiz kerak. Xo'p, kechib qo'yishlik deganda nima nazarda tutiladi? Kechib qo'yishlikni biz ikkita xil suratini tushunamiz. Birinchisi, o'sha dunyoga erishishlik uchun ba'zi narsalar, misol uchun ayollar yaxshi yashashlik uchun ba'zi bir holatlarda ko'rilyapti. Xosatan masalan O'zbekistonning holatini oling, boshqasini. Yaxshi yashashlik uchun eriga xiyonat qilyapti, farzandlarini tashlayapti, kechib qo'yapti. Bu endi birinchi aqlga kelgan kechishlik. Ikkinchi aqlga kelmaydigan kechib qo'yishlik shuki, dunyoda yaxshi yashash uchun, uyini remont qilishlik uchun, mashinasini almashtirishlik uchun yillab Rossiyalarda, chet ellarda ishlab yuribdi. Yillab ishlab yuribdi. Bu ahlidan, oila bola chaqasidan kechib qo'yganligini o'zi bilmayapti. Kimdir aytishligi mumkin, u ham qilishlik kerak. Tamom. Biz hech narsa demaymiz. Zarurat bo'lgan o'rin bor, lekin mukammilat bo'lgan o'rin bor. Mana hozir xosatan bolalarning tarbiyasida insonni xafa qiladigan narsalardan olib keladiki, ba'zi holatlarda o'zimiz ham qila olmaymiz. Ya'ni bu sizning farzandingiz deydi, har bittasini o'zini alohida o'rni bor deydi. Siz farzandingiz 1,5 yosh bo'lganda Rossiyaga ishlashga ketsangiz, maqsadingiz nima? Ularni boqishlikni o'zi emas. Siz uyingizni remont qilishingiz kerak. Siz mashinangizni yangilashligingiz kerak. Vaholanki siz Rossiyada 1 yil ishlab kelgan pulingizni tejab boshqa qilib ishlatadigan bo'lsangiz, 2 yil, 3 yilga yetishligi mumkin bo'lgan bir suratda kelasiz. Lekin siz o'sha topgan pulingizni olasizda, uyni chaplab yorasiz, yana ketasiz Rossiyaga. Ba'zan bir ketganingizda 2 yil, ba'zan 3 yillab yurasiz. Farzandingiz 1 yoshligida ketsangiz, qaytib kelganingizda 5 yosh bo'lyapti. U farzand eng totli bo'lgan, eng shirin bo'lgan holatlarni o'tkazib yuboryapsiz. Bu farzandingizdan kechib qo'yish bo'ladi. Yana uyingizni remont qilasiz, mashinani almashtirasiz, yana bitta ishga ketasiz, 3 yildan keyin, 4 yildan keyin kelyapsiz, farzand 8 ga 10 ga kiryapti. Qaraysiz, farzandingiz so'kinishni o'rgangan. Qaraysiz, sigaret chekishni o'rgangan. Qaraysiz, onasiga itoat qilmayapti. Hamayli yaxshi o'ppalar kelasiz, 3-4 yilda remont o'zi eskirib qolgan, modasi buzilgan, yana remont qilish kerak deb turib Rossiyaga ketasiz. Bir kelganingizda farzand zotan 14 yosh, 15 yoshga kirib qolgan bo'ladi. Ba'zisi buzilib ketgan bo'ladi, ba'zisi boshqa bir holatga kirib ketgan bo'ladi. Mana bu farzanddan kechib qo'yishlik bo'ladi bu. Yoki ahlingizdan kechib qo'yishlik bo'ladi. Alhamdulillah biz islomda qo'limizdan kelgancha lozim tutishga harakat qilyapmiz. Lekin o'zini musulmonman deyotgan kimsalar Rossiyaga ishga ketyapti. Mana shuncha savollar kelyapti. Qancha ayollar zino qilishga majbur bo'lib qolyapti. Qanchasi sallallohu alayhi vasallam o'sha o'zini yaqinlari tarafidan zino qilinyapti. Qaynatasi tarafidan zino qilganlari ko'payib ketyapti, qayni akalari tarafidan zino qilinganlari ko'payib ketyapti. Nimaga? Chunki mana bola ketyapti, uyimda remont qilaman deb 3 yil 4 yil. Uni g'arizasi bor. Islom shariatida 6 oydan keyin ayol kishi erini chaqirsa, qozi erni olib keltirishlikka qodir bo'lsa, olib keltirishlikka majbur deydi. Agar kelmasa, bo'lmasa talog'ini ber deb aytadi. Mana shu ham farzandlardan kechib qo'yishlik bo'ladi. Dunyo uchun, farzandlardan, dunyo uchun, ahlingizdan, dunyo uchun kerak bo'lsa o'zingizdan kechib qo'yish bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ittaqud dunya", dunyodan ehtiyot bo'linglar. Bu dunyodan ehtiyot bo'linglar, chunki bu dunyo sizlarni Alloh subhanahu va taolodan uzoqlashtirib qo'yadi. Dunyo bu sizlarni jannatdan uzoqlashtirib qo'yadi. Dunyo bu sizlarni ahillaringizdan, farzandlaringizdan uzoqlashtirib qo'yadi. Va ayollardan ehtiyot bo'linglar. Chunki ayollarda birinchi bo'lib turib fitna ayollardan kelib chiqqan. Ayollarda holatini haqida gapiradigan bo'lsak, sharhida keladiki, ayollardan ehtiyot bo'lishlik bu hatto o'sha o'zingizni oilangizda ham ba'zi bir holatlarda mana to'y qilayotganlar juda yaxshi tushunadi. Ayol aytadiki, bizda orzu havasimiz bor, dadajonisi, bundoq qilishligimiz kerak, bundoq qilishligimiz kerak deb shun darajada bir hiylani qilib qo'yadiki, haligi qarzni olib, o'zini o'zi osib qo'yganini bilmay qolyapti odamlar. Yoki boshqa tashqaridagi
begona ayollar bilan fitnalanib qolishlikdan ehtiyot bo'linglar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Bani Isroildagi birinchi fitna ayollardan bo'ldi. Qolgan boshqa bir hadisda keladiki, Dajjoldan keyingi eng katta fitna bu ayollar deb aytdi. Shuning uchun ayollardan ehtiyot bo'lishlik deganda nima nazarda tutilgan desa, ayollardan ehtiyot bo'lishlik o'sha ayollar bilan fitnalanib qolishlikdan ehtiyot bo'lishlik dedi. Bugungi kunimizda zamonamizda keladigan bo'lsak, zamonamizda dushmanlar, kofirlar musulmonlarni ustidan g'olib bo'lishlik uchun turli xil hiyla yo'llarga kiritdi. Mana shulardan bittasi ayollarimizni o'zimizga qarshi ishlatishni boshladi. Shuni hisobiga ularga ba'zi bir erkinliklarni qilib bergan kishiga o'xshabdi-da, bizni muslima ayollarni feminizmga targ'ib qilyapti. Bizni muslima ayollarni hattoki o'sha kiygan hijoblarida ham yasan-tusanga narsa qilyapti. Bizni muslima ayollarni sizlar ishlashlaringiz kerak, ishlamasalaringiz bo'lmaydi, ummatni yarmi muattala bo'lib qoldi, ishsiz bo'lib qoldi deyapti-da, tashqariga ko'chaga olib chiqishlikka harakat qilyapti. Ko'chaga olib chiqib olgandan keyin u uni uyida emas, ko'chaga olib chiqqandan keyin ularga turli xil boshqa aldovchi narsalar bilan berib turib, bir qarasangiz hijobli ayollar mana bu hijoblarini tashlab turib modelyer bo'lib ketgan ayollar chiqyapti. Yoki mana bu hijobli ayollar nasallallohu alayhi vasallam zino qilib qo'ygan bir suratda bo'lyapti. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki ayollariga Alloh subhanahu va taolo vaqarna fi buyutikun, uylaringizda yuqorida o'tiringlar, uylaringizdan chiqmasdan o'tiringlar degan bo'lsa, qolganlar minbobilovlar uyda o'tirmoqligi lozim bo'ladi. To'g'ri, mana shu o'rinda aytamizki, ba'zi bir o'rinlar bor, haqiqatda islomda farzi kifoya bo'lgan, ba'zi bir ayollarning qilishligi kerak bo'ladigan ishlar bor. Misol uchun ginekologiya, ayollarda kasalliklari, alohida bir kasalxona ochib turib ularga diqqat qilish, e'tibor berishga imkoni bo'ladigan bo'lsa qilinadi. Yoki shunga o'xshash faqatgina ayollar qila oladigan ishlar bo'ladigan bo'lsa, u istisno. Lekin bundan boshqa o'rinlarda ayollarni uyda o'tirganligi o'zlari uchun ham va mujtamo uchun ham yaxshi. Jamiyat uchun ham yaxshi. Mana hozir yaqinda bir video ko'rib qoldik. O'tgan safar ham boshqa bir darslarda ham aytdik, shunga o'xshagan mazmundagi. O'zi haqiqatda mana bu ishlab yurgan ayollarni qaraydigan bo'lsangiz, muayyan bir vaqtdan keyin zerikkan. Lekin u hamma mas'uliyatni o'ziga olgandan keyin bo'ldi. Endi qarshidagi uni qabul qilmayapti. Tamom, sen o'zingni o'zing eplayapsanmi? Bo'ldi. O'zingni o'zing eplaver deyapti. U endi ishni yelkasiga olgandan keyin tashlasa imkoni yo'q bu holatga kelib qoldi. Mana oilam bolalarni majlisiga borgan paytda, bog'chada bolalarni majlisiga bordi, ota-onalar majlisiga borganda, o'sha yerda turklardan bittasi aytayaptiki, sen nima ish qilasan deb mendan so'radi deyapti. Men uyda o'tiraman desa, senlarga mazza deb aytayapti. Bizda uyda o'tirgan ayollarni tashqariga targ'ib qilib olib chiqyapti, olib chiqib olgandan keyin o'zini holatiga qo'yib qo'yapti. Mana shu ayol, turk ayol, ertalabdan kechgacha ishlaydigan ayol senlarga mazza deyapti. Mazza qilib uyda o'tirasan. Qani edi meni imkoniyatim bo'lsa men ham o'tirsam edi. Chunki ayol kishining bi'asi, tabiati ko'chaga chiqib mashaqqat qilib ishlashlikda emas bu. Bir nuqtaga e'tiborimizni qaratishimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo insonni o'zidan ko'ra yaxshiroq biladi, to'g'rimi? Musulmon o'laroq bunga yaqinan iymon keltirganmiz. Alloh subhanahu va taolo biz uchun eng yaxshisini tanlagan. Ya'ni islomda nimaga targ'ib qilgan bo'lsa, shak shubhasiz bu eng yaxshi narsa bu. Dunyoviy narsalarda ham, uxroviy narsalarda ham islom bir narsaga targ'ib qilgan bo'lsa, islom bir narsani shariat ichiga kirgizgan bo'lsa, ko'zingizni yumib aytingki, bundan ko'ra yaxshisi yo'q. Shuning uchun islom ayollarni uyda o'tirishlikka targ'ib qildimi? Ayollarimiz bilishlik kerakki, demak eng yaxshisi uyda o'tirish ekan. Bu degani umuman ko'chaga olib chiqmash kerak degani emas. Ayollar, erkaklar ham noto'g'ri tushunmaymiz. O'zi sen uyda o'tirishing kerak ekan deb ko'chaga olib chiqasizmi, parkka olib borasiz, aylantirishga olib, faqat o'zingiz bilan birgalikda. Uni tamomiy o'zini qo'yib yormaysiz. Ishlashga ketyapti, boshqa joyga ketyapti. Vallohu a'lam, balkim vallohi deb qasam ichib aytamizki, islom shariatida ayol kishi chiqdimi, 100% xor bo'ladi, 100% nasallallohu alayhi vasallam mana bu shaytonlarning qo'liga tushib qoladi.
Keyingi hadisimiz Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Allohumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina." Imom Muslim rivoyati. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning juda ham ajib duolaridan. Haqiqatda qisqagina 4 ta kalimadan tashkil topgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Rasa ham endi kalimalarni hisoblaydigan bo'lsak, o'zi aslida 8 ta kalimadan tashkil topgan. Allohumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allohim men sendan hidoyat, taqvo, iffat va behojatlik so'rayman. Dunyo va oxiratning saodati mana shu 4 ta narsaning ustiga qurilgan. Haqiqatda shak shubhasiz dunyo va oxiratning saodati mana bu 4 ta narsaning ustiga qurilgan. Birinchisi huda. Allohumma inni as'alukal huda. Alloh men sendan hidoyatni so'rayman. Hidoyat deganda ulamolar aytadiki, bu ilm. Hidoyatdan maqsad ilm kiradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ilmga ehtiyojlari bo'lgan, qolgan insonlar ilmga muhtoj bo'lganlar ekan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Va la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu va qur robbi zidni ilma." Aytayaptiki, "Va la ta'jal bil Qur'an yuqda ilayka bi wahyuhu." Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning vahiysi sizga qazo qilinishligidan, hukm qilinishidan oldin Qur'onda bir narsani gapirishlikka shoshilmang. Va qur robbi zidni ilma. Ayting ey Muhammad alayhissalom, Allohim meni ilmimni ziyoda qiling deb ayting. Va allamaka ma lam takun ta'lam va kana fadlullohi alayka azima. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, ey Muhammad alayhissalom, sizga Alloh subhanahu va taolo bilmagan narsalaringizni o'rgatdi va kana fadlullohi alayka azima. Alloh subhanahu va taoloning fazli sizga juda ham ko'p edi. Demak, hidoyat bu nima ekan? Bu ilm ekan. Hidoyat bu haqqa tavfiq muvaffaq qilishlik. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolodan hidoyatni so'ramoqligi, ilmni va muvaffaqlikni so'rashligi lozim bo'ladi. Tuqo, Alloh taolodan taqvo so'rayapti. Taqvoni aytdik. Taqvo degani Alloh subhanahu va taolo buyurgan narsalarni qilib, qaytargan narsalardan qaytish deydi. Afaf. Bu yerda afafdan maqsad Alloh subhanahu va taolo harom qilgan narsalardan iffatda bo'lishlik. Undan keyingisi g'ina, insonlardan behojat bo'lishlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga sahobalardan biri keldi: "Ya Rasululloh, menga shunday bir narsani o'rgatingki, Alloh taolo ham meni yaxshi ko'rsin va insonlar ham meni yaxshi ko'rsin" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insonlarning qo'lidagi narsadan behojat bo'lib, Alloh subhanahu va taolodan so'ragan. Ya'ni insonlarning tabiati insonlardan so'rashligingizni yomon ko'radi. Endi mana shu 4 ta narsada biz nima dedik? Dunyo va oxiratning hidoyati, dunyo va oxiratning saodati bor. Mana bu 4 ta narsada dunyo va oxiratning saodati bor. Sizga Alloh subhanahu va taolo hidoyat va ilmni bersa va undan keyin taqvodor bo'lsangiz, haromdan tiyiladigan bo'lsangiz va insonlardan behojat bo'lsangiz, tamom haqiqatda rohat farog'atda yashaysiz. Och qornim, tinch qulog'im degani mana shu 4-tinchisi bo'ladi. Ya'ni odamlardan yalinmaysiz, qorningiz och bo'lsa ham, lekin ularning minnatini ham eshitmaysiz. Chunki sizga hech narsa bermagandan keyin minnat qila olmaysiz. Ulamolardan Navoiy rahmatullohi alayhi shayximiz ko'p zikr qiladi. Navoiy rahmatullohi alayhi haqiqatda mana shu g'inada insonlardan behojat bo'lishlikda juda ham katta bir o'rnak bo'lgan dedi. Alloh taolo dadasi tarafidan qolgan ba'zi bir joylarda u kishiga bir rizqiga bir sabab chiqib qo'ygan edi. Sayfiddin Qutuzdan keyin hukmronlikka Sulton Baybars o'tiradi. Sulton Baybars yoki Sulton Bibars Navoiy rahmatullohi alayhidan juda ham qo'rqqan. Nimaga aytsa, chunki Navoiy rahmatullohi alayhi shiddatli kishi bo'lgan. Tili o'tkir, keskir bo'lgan. Malomatchini malomatidan qo'rqmagan. Xato qilyaptim, kelib turib sen xato qilyapsan deb aytadi. Endi o'ziga yarasha obro'si bor, martabasi bor. Sulton Bibars unga bir noto'g'ri bir harakat qilaman deydigan bo'lsa, o'ziga zarar bo'ladi, sultonligiga zarar bo'ladi. Mana shundan ham bilamizki, Alloh taolo ilm ahllarining darajasini ko'tarib qo'yganligidan bittasi shu. Keyin Sulton Bibars baribir inson, salohiyatli kishi bo'lishi bilan bir qator baribir inson hukmronlikka o'tirgandan keyin bir odamlarni rioya qilishlikni yaxshi ko'rmaydi. Navoiy rahmatullohi alayhi rioya qilishlikka majbur bo'lgan. Oxiri buni bir zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak, bir sindirib qo'yib buni degan. O'zimga bir bog'lab olay, menga bo'ysunadigan bir tariqalarini qilaydi. Bu davlatdan biror bir narsa oladimi degan.
oylik, maosh, biron narsa oladimi deganda yo'q degan. Hech narsa olmaydimi deganda davlatdan hech narsa olmaydi degan. Shu otasidan qolgan yer bor, o'shandan rizq ko'radi degan. Ya'ni mana bu g'ina, behojatlik. Hattoki aytadiki, Navoiy rahmatullohi alayhi vafot etgan paytda Sulton Beybarz ana endi meni mulkim haqiqiy mulk bo'ldi degan. Bu yerda behojatlik degan narsa bor. Ba'zan balkim biz bugungi kunda ko'p o'rinlarda amal qila olmaymiz, nasallallohu alayhi vasallam. Ya'ni ba'zan madrasalar bor, boshqa o'rinlar bor. Ya'ni insonlarga bir muhtoj bo'ladigan o'rningiz bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolodan mana bu shu to'rtta narsani davomli so'rab turish kerak. Imkoniyatingiz boricha har namozda Allohumma inni as'alukal huda vat tuqa val afafa val ghina sizga haqiqiy bir xotirjamlik beradigan duolardan bo'ladi. Taqvo bobidagi 4-hadis Abi Tarif Adi ibn Hatim at-Ta'idan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa." Sizlardan birortangiz qasam ichsa, falon narsani qilmayman deb qasam ichsa yoki falon narsani qilaman deb qasam ichadigan bo'lsa, so'ng undan qasam ichgandan keyin yaxshirog'ini ko'rib qoladigan bo'lsa, o'sha qasamini buzishlikka olib keladigan bo'lsa, o'sha yaxshirog'ini qilsin-da, qasamini buzsin dedilar. Ya'ni misol uchun ba'zan bir kishi aytishligi mumkinki, Allohga qasam ichib aytamanki, bugundan boshlab falonchi bilan muomala qilmayman deydi. Endi u bilan muomala qilish qarasa ummatga manfaat beryapti. Endi nima qiladi? Qasamini buzib turib, kaforatini to'lab o'sha inson bilan muomala qilaveradi. Yoki aytdiki, misol uchun Allohga qasamki, mana bu narsani sotib olmayman dedi. Qarasa uni sotib olishlikda dunyosiga ham oxiratda ham ko'p foyda bo'ladigan bo'lsa, qasamini buzib, kaforat to'lab o'sha narsani sotib olsa bo'laveradi. 5-hadis shu bilan taqvo bobi nihoyasiga yetadi. Abi Umama Suday ibn Ajlan al-Bahili radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. U kishi aytadilarki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hajjatul vada'da shunday deganlarini eshitganman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ittaqulloh." Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilinglar. "Va sallu khamsakum." 5 vaqt namozlaringizni o'qinglar. "Va sumu shahrakum." Ramazon ro'zasini tutinglar. "Va addu zakata amwalikum." Mollaringizning zakotini ado qilinglar. "Va ati'u umara'akum tadkhuluna jannata robbikum." Amirlaringizga itoat qilinglar, Robbilaringizni jannatiga kirasizlar. Xo'p, endi bu yerda namoz haqida alhamdulillah zikr qilyapmiz va ko'p zikr qilindi. Roza haqida ham alohida zikr qildik, zakot haqida ham darslar o'tdik va amirlarga itoat qilishlik. Bu yerda amirlarga itoat qilishlikdan nazarda tutilgan narsa musulmon amirlar nazarda tutiladi. Kofir bo'lgan amirlar nazarda tutilmaydi. Bu yerda qachon amirlarga itoat qilinsa jannatga kirib ketiladi? Bugungi voqeligimizda misol uchun Alloh subhanahu va taoloning yo'lida jihodda yurgan kimsalar o'zlarining ustida bo'lgan shu qo'mondonlariga yoki o'sha umumiy jamoatning amirlariga itoat qiladigan bo'lsa, ma'rufga buyurgan paytda itoat qiladi, ma'siyatga buyurganda emas. Mana shu o'rinda agarchi nafslariga yoqmasa ham ma'rufga buyurgan narsada unda jannatga kiradi. Ammo ustidagi hukmronlar kofirlar bo'ladigan bo'lsa, ularga itoat qilinmaydi. Balki musulmonlarning zimmasida lozim bo'lgan narsa, agar musulmonlarni boshqarib turadigan hukmronlik kofirlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha kofirlarni bo'shatib turib, o'rniga musulmonlarni qo'yishlik imkoni bo'ladigan bo'lsa, ularning zimmasidagi vojiboti fardi kifoyasi bo'ladi. Bu endi fardi kifoya bo'lishligini dalili ulamolar fiqh kitoblarida sarohatan Kitab al-Jinoyatda oxiri bobida Kitabul Qado zikr qilinadi. Fiqh kitoblarida oxirgi bobda Kitabul Qado, undan keyin shahadat, undan keyin iqror bobi bor. O'sha Kitabul Qadoda boshida zikr qilinadiki, musulmonlarga xalifalik o'rnatmoqligi fardi kifoya deydi. Islomiy jamiyat bo'lib, islom hukmlarini ijro qilishlik uchun islomiy bir davlat qurishligi fardi kifoya deydi. Agar islomiy davlatni qurmasa, unda hamma musulmonlar, ya'ni qodir bo'lgan musulmonlar gunohkor bo'ladi deydi. Shuning uchun bu yerdagi amirlardan qasd qilingan narsa musulmon amirlar nazarda tutilyapti. Allohu taala a'lam. Shu qadr bilan cheklanamiz. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo muvaffaq qilsa, keyingi darsimizda keyingi 7-bob babul yaqin va tavakkul. Alloh taologa yaqinan iymon keltirishlik va tavakkul bobidan darsimizni davom ettiramiz. Subhanakallohumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astagfiruka va atubu ilayk.